Assalomu alaykum hurmatli student. GKS magistratura va doktorantura uchun qabullar allaqachon ochildi va shu bo'yicha University Track orqali topshirayotgan studentlar uchun universitet bilan bog'lanish va hujjatlarni jo'natish bo'yicha bugun ko'rib chiqamiz. Xo'p, universitet bilan bog'lanish qanday bo'ladi o'zi? Faqatgina email orqali bog'laniladi. Hech qanday Telegram, WhatsApp yoki Kakao Talk kabi programmalar ishlatilmaydi. Faqatgina email orqali bog'lanish kerak. Nega aynan email orqali bog'lanish kerak? Chunki email xalqaro tan olingan rasmiy muloqot turi. Tushunishga qulay, javob sekin keladi, lekin ishonchli. Shunaqa ba'zi bir payt band bo'lib ketadi. Qabul komissiyasi bir oyda bir marta javob beradigan holatlari ham bo'ladi. Odatda bir haftada bir marta javob beradi. Ya'ni studentlardan keladigan xabarlar ko'payib ketganda hammaga bitta qilib javob beradi. Shuning uchun sekin keladigan holatlari bo'ladi, lekin javob sekin kelarkan deb xabar bermasdan hujjatlarini jo'natmanglar. Albatta hujjatlarini jo'natishdan oldin universitet bilan bog'lanib jo'natishlarini tavsiya qilaman. Email qanday yozish kerak? Email birinchi bo'lib to'g'ridan to'g'ri mavzu qatorini yozing. Ya'ni email yozayotganingizda subject degan joy bo'ladi. Email nima haqida? Shu joyiga albatta GKSG application deb turib yozib qo'ying, ya'ni GKSG ariza topshirish bo'yicha ma'lumot. Chunki siz email yozishingizdan oldin nima bo'yicha yozyapti professor yoki o'qiyotgan odam, shunaqa fikr shakllanadi. Agarda siz aytmasdan yozib ketadigan bo'lsangiz, muhim emas deb o'ylashi mumkin bu emailni. Bittada chunki ko'zga tashlanib turadigan joyi o'sha subject bo'ladi. O'shuning uchun bunga GKSG application deb yozib qo'ysangiz yaxshi. Qabul qiluvchi bilan qisqa salomlashing, rasmiy tarzda bo'lsin. Koreys tilida bo'ladigan bo'lsa anonimlikka yokida bo'lsa ingliz tilida bo'lsa dear admission committee deb turib salomlashing. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lyaptimi ishlar? Unaqa norasmiy tarzda salomlashmang va o'z fikringizni aniq ifoda qiling. Qisqa va lo'nda bo'ling. Rasmiy ohangni saqlang. Rasmiy xulosa bilan yakunlang. Ya'ni chiroyli qilib qiziqish bildirganlaringga rahmat deb turib o'zingiz fikringizni aytib qo'ying, bildirib qo'ying va email yozayotganingizda qisqa va lo'nda bo'ling. Ma'lum bir narsalarni ko'p tushuntirmasdan, qayerdan tug'ilganingiz, qaysi universitet bitirib qayerga topshiryapsiz, shu narsalarni aniq qilib yozing. Hop, ingliz tilida misolni ko'radigan bo'lsak, Dear Admission Committee, I trust this email finds you well. I'm Rahmonov Ulug'bek, a student born in Uzbekistan. I'm writing this letter to inform that I was going to apply for upcoming GKSG program for university name for major. I would appreciate if you could help me with the application process and other steps as well. Thank you a lot. Sincerely Ulug'bek. Ya'ni qisqa balonda tushuntirib o'tib ketilgan. Ya'ni O'zbekistonda tug'ilganman va ismim Rahmonov Ulug'bek. To'liq ismim. Shu xatni yozayotgan asosiy maqsadim shu soha bo'yicha shu universitetga magistraturaga yoki doktoranturaga topshirmoqchiman. Bo'ldi. Qiziqish bildirsalaring, yordam bersalaring rahmat aytgan bo'lardim. Shu bilan o'sha email tugayapti. Shunaqa tarzda bo'lsa bo'ladi. Xo'p, yana koreys tilida anaqa ko'radigan bo'lsak, anonimlikka nanan O'zbekistonyeso Teonan Ulug'begaraga hamnida. Bo'sh joyga mana tug'ilgan yillaringni yozib ketsalaring bo'ladi. Shuni shablon qilib olsalaring bo'ladi. I pionjirusinin yunan ore GKSG programme kwanshimi so yuhagalwiye chongongni chimonal yejogi temunimnida. Ya'ni bu xatni yozishdan asosiy maqsad universitetda nomini qo'yasizlar va sohalaringni yozasizlar. Shu universitetga shu soha bo'yicha GKSga ariza topshirmoqchiman deb aytib ketsalaring bo'ladi. To'g'ri tushungan kamsalgessimnida kvanshimil kajo tushoso kamsamnida. Ya'ni shu bo'yicha yordam bersalaring minnatdor bo'lgan bo'lardim. Qiziqish bildirganlaringga rahmat deb aytib qo'yasiz. Shuni shablon qilib olsalaring bo'ladi. Xo'p, hujjatlarni qayerga jo'natish kerak? Universitet pochta manzili GKSG, ya'ni magistratura va doktoranturaga aloqador bo'lgan fayllar chiqqan
universitet fayllari, GKS guideline'lar chiqqan va application forumlar chiqqan. O'shuni ichida qarasalaring GKS University Zip Information turadi, ya'ni zip faylda universitet ma'lumotlari turadi. O'shunga kirib turib, o'zlaring tanlayotgan soha bo'yicha o'shanaqaga faylga kirsalaring, pochta manzili turadi, telefon raqami turadi, email manzili turadi. O'shdan qilib email orqali xabarlashib, pochta manzilini olsalaring bo'ladi. O'zi universitetga email yozsalaring, hujjatlaringni shu pochta manzili orqali jo'natib, o'zi link jo'natadi. Google Forum bilan shu orqali to'ldirsalaring bo'ladi. Hujjatlar nimadan jo'natish kerak? Xo'p, O'zbekiston Koreya kargo xizmatlari bor. Qimmatroq bo'ladi, lekin ishonchli. Ishonchli do'stingiz bo'lsa, arzonroq olib ketish mumkin, lekin ishonchli do'st bo'lishi kerak. Ya'ni olib ketayotgan odam o'zim shahrimdan ekan deb turib ishonib berib yubormasdan, ishonchli do'st bo'lsa, olib ketsa arzonroqqa tushadi bu narsa. Chunki hujjatni yo'lda yo'qotib qo'yish bor, jiddiy mas'uliyatli bo'lib turadi. O'zi yaqininiz bo'lsa, shunaqa. Hujjatlar qanchada yetib boradi o'zi? Hujjatlar 2-5 kun oralig'ida, ya'ni odatda 3 kun kargolar orqali jo'natadigan bo'lsangiz, 3 kundan kech qolmaydi. Toshkentga yetib borib, Toshkentdan Seulga, Seuldan universitetlaringga borguncha 3 kun oralig'ida vaqt ketadi. Xo'p, hujjatlar jo'natishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak o'zi? Hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligiga. Ya'ni bironta hujjat qolib ketmasligi kerak, to'g'ri tartibda taklangan bo'lishi kerak va to'liq bo'lishi kerak. Yana qanaqadir hujjatlarda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, universitet bilan aloqaga chiqib, universitet hujjatlarini qabul qilgunlaricha ancha vaqt o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun yaxshilab e'tibor beringlar jo'natishdan oldin. Universitet manzilda adashmanglar, hujjatlaringiz noto'g'ri joyga ketib qolmasin. Hujjatlarni jo'natgandan keyin universitetga aloqaga chiqib, yetib borganligi haqida so'rang. Ya'ni hujjatlar jo'natishdan oldin ham universitetga aytib qo'ying. Shuncha paytda hujjatlarim yetib boradi, yetib borgan bo'lsa aytib qo'yinglar deb. Bir hafta kutinglar, javob bermasa aytib qo'yinglar, hujjatlarim yetib bordi degan xabarni oldim. Ko'rib chiqsalaring yaxshi bo'lardi deb turib, email yozib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz asosan shular edi. Menimcha foydali bo'ldi degan umiddaman. Hamma magistratura va doktoranturaga topshirayotgan studentlar uchun application, ya'ni ariza topshirish bosqichida omad tilab qolaman.